Assalomu alaykum hammaga. Bizda ozroq xatolik va kamchilik bo'lgani uchun videomiz ovozsiz yozilib qoldi. Shuning uchun qaytadan o'zimiz ovoz beryapmiz kaputda va biz videoni boshlaymiz akalar. Hurmatli obunachilar deganim. Xo'p, videoni boshladik. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda 3 ta ilova turibdi va bizga birinchi kerak bo'ladigan bu yerda Telegram hisoblanadi. Sabr qilamiz. Telegramga kiramiz mana. Kirib olamiz. Telegram kirganimizdan so'ng biz izlashimiz kerak bo'lgan kanal, ya'ni Kinobot yaratuvchisi. Men ko'rib turibsiz, boshida xato yozyapman. Xato yozganim sababli hech narsa chiqmaydi bu yerda. Qaytadan to'g'rilaymiz. Kinobot yaratuvchisi. O'zi birinchida chiqib keladi mana ko'k profilda. Va bosamiz mana shu kanal ko'rib turganingizdek va bosamiz. Mana shu Kinobotni men o'zimning kanalimga, ya'ni shu kanalimga tashlaganman. Shu kanaldan olishingiz mumkin. Xo'p, endi yuklab olamiz mana. Xuddi mana shu faylni. Xo'p, mana endi bizga ikkinchi ilovamiz Quick Edit kerak bo'ladi. Bu asosan uni tahrirlashimiz uchun kodni kirib olamiz. Bu yerdan ichki xotiraga o'tamiz. Endi download va Telegramga kiramiz. Boya yuklab olgan faylimizni ko'rishingiz mumkin. Ko'p marta yukladim buni. Xo'p, ochganimizdan keyin ko'rib turganingizdek APK joyiga o'tamiz. Xo'p, videoni o'zgartirdik va bizga o'sha APKni olish uchun bot fazer kerak bo'ladi. Xo'p, bot fazerdan kirib new bots. Agar yangi kirganlar uchun masalan start bossangizlar chiqadi, masalan mana shu tepadagi menyu chiqib keladi yangi kirganlar uchun. New botni bosganingizdan keyin test kino bot. Xo'p, hozirroq adashmovchilik bo'ldi. Test Kinobot. Xo'p, men buni hozir o'zimni shunday video uchun ochyapman. Shuning uchun xohlagan yuzerim qo'shishim mumkin. Agar sizlar katta bot qilmoqchi bo'lsanglar, o'zlaringga kattaroq Kinobot yaratmoqchi bo'lsanglar, o'zlaring bilib o'sha qanaqadir Kinobot yuzerini qo'yasizlar. Masalan, men o'zim xohlaganimday mana test Kinobot o'zisi mana bot. Va ichida bitta bot degan so'z bo'lishi kerak. Обязательно. Xo'p, internet ozroq ishlamayapti. Xo'p, ishladi mana. IP ni ko'rishingiz mumkin. Mana shu IP bo'ladi. Boyagi IP degan joyga qo'yiladigan. Endi yana Quick Edit programmasiga qaytamiz. Xo'p, endi IPK degan joyiga to'g'rilaymiz. Mana shu IPK degan joyiga. Adashmanglar, mana IPK degan joy qoladidan shu uzun joyini o'zimiz boyagi nusxalab olgan IPK ga almashtiramiz. Bu joyga tegmaysiz, mana IPK degan joyiga. Xo'p. Ketamiz. Xo'p, endi admin ID qo'yishimiz kerak. Bu degani o'zimizni yuzerimiz. Mana ko'rib turishingiz mumkin. Ikkinchi kadr, uchinchi kadrga o'tdik. Mana shu joyda mana ID degan joyi chiqadi. Profilimizga, o'zimizning Telegram profilimizga kirsak agar. Va biz buni solib olamiz. Yashirilgani shaxsiy ma'lumotlar olinmasligi uchun mana shu ID bo'ladi. Xo'p, endi biz buni solib olamiz va mana ko'rib turganingizdek boyagi ID joyiga IP dan keyingi turgan raqamlarni o'sha ID endi biz uni o'zgartiramiz. Xo'p, o'zgartirdik mana shuni. Mana endi o'z ID'mizga o'zgartirganimizdan keyin buni saqlab olishimiz kerak va videoda ko'rsatilgandek
Bo'ldi, bu joyda o'zgartirgan narsamiz qolmay hech qanaqa va endi shu joyni bosib turib bu joydan saqlash degan tugmani bosamiz. Hozirroq reklama ketyapti bu yerda. Videoni to'xtataman hozir. Hop, endigi navbat CICD degan o'zimiz ilovaga o'tamiz. Ilova deyilmaydi, Google dan yozsanglar chiqadi. CICD. DC bor oxirida mana. Ko'rib turganingizdek. Biz buning uchun Google kerak mana. Ko'rsataman hozir qanday kirishni. Google kerak. Google'ga kirib olganimizdan so'ng qidiruvga yozamiz. CICD va qidiruvni bosamiz. Birinchi kelib chiqqan, mana ko'rib turishingiz mumkin shu. Birinchi kelib chiqib turgan saytga kiramiz. Hop, hozirroq internet ishlash muammo bo'lyapti. Kirdik. Nega bunda problema bo'lyapti? Hozir aytaman, chunki video ovoz qolib ketgan va men bu yerda o'zim alohida ovoz beryapman videoga. Shuning uchun ozroq xatoliklar bo'lgan. Обязательно uzr so'raymiz. Hop, reklamalar chiqib ketdi. Bu joy taniqli emas. Videoga hech qanaqa mana ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerda ikki xil tarif, hostingning ikki xil tarifi. 32 kores bilan 16 kores turibdi. Yaxshisi 32 kores buni. Xohlagan paytingiz masalan CICD saytiga kirib turib hostingga narxlarini bilishingiz mana. Ko'rib turibsiz 100 megabayt va oylik o'tkazsangiz 3780 bilan ketaveradi. Eng yaxshisi tavsiya beradiganim agar boyagina aytgandek katta kinobot qilmoqchi bo'lsangiz 10 gigabaytlik tavsiya qilaman. Adashmasam mana 13 minglar bo'lar edi. 13500 so'm. Pastda 14 ming. Endi biz qiladigan narsa o'zimizning hostimiz bor, sotib olgan. Internet bu yerda ozroq ishlamayapti. Sabr qilamiz. Wi-Fi da ozroq uzilish. Xo'p, mana ko'rib turibsizlar, o'zimizning hostimiz. Oddiy video uchun 100 megabaytlik host olganman, bot yaratish uchun. Xo'p, endi mobil panel ochish degan joyga bosamiz. Pastga qarab tursanglar ko'rasizlar, pastda ko'rinyapti. Xo'p, bizni bu yerda ko'rib turganingizdek menyu chiqadi, xuddi shunday. Va biz mana shu yerda mana fayllar menejeri. O'tamiz biroz, fayllar menejeri. Ko'rmasangiz mana o'sha joyni chiqaramiz hozir. Fayllar menejeri. Shu joyni ochamiz. Xo'p, oldin ham bitta bot yaratganman. Endi o'zim hozir video uchun alohida yana bitta bot yaratyapman. Yangi chiqqan payti shunaqa bitta bo'ladi, ikkita emas, yo'q, ikkita, uchta emas. Papka degan joyga bosamiz, bu yerdan yangi papka yaratamiz. Videoda ozroq xatoliklar bo'lishi mumkin yoki da gapirishimda ozroq xatoliklar bo'lishi mumkin. Bu ikkinchi yoki uchinchi kontent qo'yishim. Shuning uchun sal hayajon yoki da boshqa narsa bor. Videoni ko'rib turishingiz mumkin. Masalan, fayl yuklash. Bu yerdan boyagi o'zimiz ya'ni tahrirlagan kodni yuklaymiz hozir. Telegram kiramiz va Kinobot PHP da yuklashni bosamiz. Xo'p. Va mana shu yerda mana webhook, ya'ni Telegram bot webhook. Kiramiz va boyagi bot vazirdan olgan tokenimizni yozamiz. Ya'ni IP.
Hop, webhook amalga oshirildi. Ko'rib turishingiz mumkin. Sizlarda ham o'xshaydi, agar shunday bo'lib chiqadi, sizlarda o'xshasa. Xo'p, endi mana botimizga o'tdik, botga start bosdik va обязательно bot ishlamoqda. Ko'rib turishingiz mumkin. Bu yerdan panel yozadigan bo'lsak, bizga admin panel ochiladi. Admin emas, xatolik bo'lgan boshida. Bu yerga faqatgina panel. Videoni mana ko'rishingiz mumkin. Mana admin panelda kanal sozlash, statistika, xabar yuborish, kino yuklash hammasi mavjud. Hozir endi nima demoqchiman? Bu bot ochildi. Videoda ozroq xatoliklar bo'ldi. Boshida yozishda ovoz yozilmagan yo boshqa narsa. 3-chi kontentim adashmasam, obunalar bilan albatta like ni bosib qo'ying. Sizlarning iltimos qiladigan narsa Telegram kanalimizga ham qo'shilib qo'ying. Vaqti kelsa Telegram kanal kattalashishi bilan yo biz obunachilarimiz ko'payishi bilan biz ham konkurs yoki boshqa narsalar albatta qilamiz. Birinchi o'rinda YouTube'ga obuna bo'lsangiz juda ham xursand bo'lardik. Kinobot ko'rishingiz mumkin. Mana panel kino nomini kiriting. Kino nomini kiritgandan so'ng banner yuklaysiz. Shunday mayda narsalar bo'ladi. Kinobot shu ochildi. Bannerni yuklolmayman lekin men hozir yerda. O'sha obuna bo'lsangiz juda ham xursand bo'lardik. 3-chi kontentim. 3-chi kontentda salgina hayajon emas, endi hayajon deyilmaydi, boshqa narsa. Hayajonga o'xshash narsa tuyulyapti hozir 3-chi kontent bu, chunki gapirishda yo boshqa narsada xatolik bo'lgan bo'lsa, uzr.